Kelinlar ikki xil bo'lishadi. Ishlaydigan yoki uyda o'tiradigan kelin. Ishlaydigan kelin uy ro'zg'ori mayda-chuydalariga pul so'ramaydi. Benzin rasxodlariga, hattoki bo'yanish uchun kosmetikalarga ham pul so'ramasligi mumkin. Oilaviy budjetga yaxshigina foyda keltiradi. Uyda o'tiradigan kelinlar eri topgan pullarni qanaqa sarflashni rejalashtirib o'tirishadi. Chunki bu pullarni o'zi qiynalib ishlab topmaganda. Ishlaydigan kelinlarni oshxonaga kirib lamon cho'zishga vaqti bo'lmasligi mumkin. Uy ro'zg'or ishlarini etmasa ham bo'ladi. Ba'zida ovqat buyurtma qilib turishiga ham ko'nikishingizga to'g'ri keladi. Uyda o'tiradigan kelin ko'p asabiylashadigan bo'lib qoladi, chunki uy ro'zg'or bola-chaqa bilan o'ralashib qolgan bo'ladi. Uyda o'tiradigan kelin uyda oshpaz, yanka, psixolog bo'lib o'tiradi. Har kuni oshxonada mazali pishiruv, taom va salatlar bo'ladi. Ham ishlab, ham uy ishini qoyillatadigan siz hali unaqasi tug'ilmagan.